Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli boks ishqibozlari. Sport telekanalida yoshlar o'rtasidagi mamlakat chempionati va undan reportajimizni boshlaymiz. Bugun musobaqaning navbatdagi kuni va siz bilan birgalikda yengil vazn toifasidagi dastlabki jangni kuzatamiz. 50 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasi va unda Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakiliga qarshi farg'onalik sportchi bahs olib boradi. Ko'k burchakdan o'rin olgan sportchi Ilhomov Abdurahmonjon hisoblanadi. Vodiylik sportchi. Hozirga qadar bir qator musobaqalarda yuqori natijalarga ega bo'lgan va uning aytish kerakki, raqibi ham ancha jiddiy. Qizil burchakka chiqib kelayotgan sportchi. Demak, yurtimiz boksiga o'zining yosh umidli sportchilarni tayyorlashda munosib bo'lishga qo'shib kelayotgan Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi Abdug'ani Yorqinjonov. Abdug'ani ushbu musobaqada birinchi raqamda saralangan. Demak, mamlakat chempionatida shuningdek xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga ega bo'lgan, Osiyo birinchiliklari va jahon birinchiliklarida yuqori natijalarga ega bo'lgan sportchilar odatda har bir vaznning birinchi raqamli sportchisi sifatida tasniflanadi va mana shunday muvaffaqiyatga Abdug'ani sazovor bo'lgan. Demak, farg'onalik sportchiga jiddiy raqib chiqmoqda, ammo ayni paytda sportchilar qanday sport formasida qanday tayyorgarlikka ega, mana shu narsa muhim faktor hisoblanadi. Chunki nafaqat kattalar, balki yoshlar o'rtasidagi musobaqalarda ham ko'rdik. Ayrim sportchilar taniqli, nomdor raqiblarni ham mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Referi Ro'ziboy Farmonov jizzaxlik mutaxassis sportchilarni ko'zdan kechirib bo'ldi va an'anaga muvofiq qoidalarni yana bir karra eslatib o'tdi va endi jangga ruxsat berishadi. Biz ham sportchilarga omad tilagan holda jangni kuzatamiz. Birinchi raund boshladi. Farg'ona viloyati vakili birinchi bo'lib masofada ushlashga harakat qilmoqda. Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakili yaxshi kutib oldi. O'ng qo'l bilan kelayotgan paytda gavdaga zarba Yorqinjonov tomonidan masofada oldinga intilmoqda Farg'ona viloyati vakili. Albatta buni masofada yaxshi ushlagan holda nazorat qilyapti hozircha Abdug'ani raqibini. Oyoq harakatlari juda ham yengil, berilgan taktikaga amal qilgani holda jangni olib bormoqda. Bu borada biz ko'k burchakdagi mutaxassislar orasida Ramz Ahmedov ham ko'ryapmiz. Aynan ana shu mutaxassis qo'l ostida Ilhomov tayyorgarlik ko'rgan bo'lish kerak. Aynan u ko'rsatma beryaptiki, bosim bilan harakat qil demoqda. Chunki raqib tajribaliroq. Bunday sportchi bilan taktikada jang qiladigan bo'lsa, imkoniyatni boy berishi mumkin. Shu bois ham oldinga borishing kerak demoqda. Bu qaysi ma'noda tavakkal va raqib taktikasini buzishga xizmat qiladi. Ammo hozircha mana bosimlarni ko'ryapmiz. Yorqinjonov ana shu bosimlardan muvaffaqiyat bilan chiqib ketmoqda. Yaqin masofaga intilmoqda. Harakat gavdaga zarba bergandan so'ng chap qo'li boshqa zarba berishga harakat qildi. Yorqinjonov yaxshi zarbalar bilan to'xtatmoqda hozircha raqibini. Bosimni kuchaytiryapti. Umuman raqibga dam bermagin, imkoniyat berma demoqda. Farg'onalik mutaxassislar Ilhomovga. Ilhomov ham buni imkon qadar amalga oshirishga harakat qilyapti. Ko'ryapsiz, blokda turib himoyadan hujumga o'tish istagida uning zarbasi o'tdi. Lekin gavdaga zarbani ham o'zi ham qabul qilib olishga majbur bo'ldi. Chunki raqib tajribali, O'zbekiston chempionining g'oliblaridan biri. Xalqaro musobaqalarda yuqori natijalarga ega bo'lgan sportchi Yorqinjonov. Bilasiz, yengil vazn toifasida shu sportchilar yetarli O'zbekistonda. Gavda bilan ishlab kirish kerak. Albatta buni harakat qilyapti. Yo'q, bitta zarba bilan yo'nalishini buzib tashlamoqda Yorqinjonov. Cho'zib yubordi, zarba berishni cho'zib yubordi. Natijada aksincha chap qo'l zarbasi bilan Abdug'ani raqibini to'xtatishga muvaffaq bo'ldi.
Yorqinjonovning zarbalari aniqroq samaraliroq. Yana bir zarba aniq uning tomonidan. Yaxshi gavdaga zarba yo'llanadi. Farg'ona viloyati vakili so'nggi daqiqada murabbiyning ko'rsatmasini yorqin tarzda bajardi. Birinchi raunddan so'ng kutilganidek Abdug'ani Yorqinjonov, ya'ni Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakilining g'alabasi e'tirof etilyapti barcha yon hakamlar tomonidan. Aytish kerakki, Abdug'ani Yorqinjonov xalqaro musobaqalarda ham yuqori natijalarga ega bo'lgan. Qozog'istondagi nufuzli musobaqada ham musobaqa mezboni Arman Mirsabitni mag'lubiyatga uchratgani holda oltin medalga ega bo'lgan. Umidli sportchilardan biri. Ikkinchi raundni kuzatamiz. Yaxshi yomon emas. Farg'ona viloyati vakili ham tajribali raqibga qarshi munosib jang olib borishga harakat qilyapti. Yaxshi kutib oldi. Yorqinjonov yana bir zarbaning tomonidan biroq bosim xohlaymizmi yo'qmi ancha ta'sir qilgan ko'rinadi. Farg'ona viloyati vakili hamon birinchi raqamda harakat qilmoqda, lekin yaxshi, aniq zarbalar bilan, osonlik bilan Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakili uni to'xtatyapti. Yo'q, chap bo'l kuchli zarbasi tekkan. Yo'q, bu safar Abdug'anining ushlab olgani holda zarba berish mumkin emas. Yana bir zarba bilan to'xtatib, so'ng klinchga o'tib olyapti. Chunki toliqdi. Ikkinchi zarba, uchinchi zarbani ham aniq yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Abdug'ani qarang, otilayotgan paytda qanday tarzda mahorat bilan Yorqinjonov raqibini yo'nalishini buzib tashlayapti. Lekin intilish, ishtiyoq bor. Baribir farg'onalik sportchida murabbiylari albatta, farg'onalik sportchining murabbiylari bilib turibdi, daraja teng emas, lekin shunga mos tarzda taksiya berishgan. Buni bajarish uchun esa albatta Ilhomov jiddiy harakat qilyapti. Yaxshi uning zarbasi. Bitta zarbani yo'lladi, lekin o'zi to'xtab qoldi. Natijada qarshi hujumga, qarshi zarbaga duchor bo'ldi. Ilhomov so'nggi ikkinchi raundning so'nggi soniyasi Yorqinjonovning yana bir zarbasi tayyor turibdi, ammo ko'ryapsiz, anchagina kuch yo'qotdi sportchilar. Sразу borib, davay Abdurahmon. Ikkinchi raund yakuniga yetdi. Ancha qiziqarli jangni ko'rdik. Hamon bosimni davom ettirdi va bu raundda ham bittagina hakam Farg'onalik sportchiga g'alabani bergan bu safar. To'rttasi esa yana Abdug'ani Yorqinjonovning g'alabasini e'tirof etgan. Demak, intriga, qizg'in kurash davom etadi.
Abdurahmon oxirgi raund ishlash kerak. Demak, so'nggi raundni kuzatamiz. Hozircha to'la to'kis ustunlik Abdug'ani Yorqinjonovda. Yaxshi, juda yaxshi harakat qilyapti. Yorqinjonov va ikkinchi raunddagi kartina hamon davom etadi. Demak, Farg'ona viloyati vakili bosim bilan harakat qilmoqda. Abdug'ani esa mana shunday zarbalar bilan kutib olishga harakat qilyapti va buni uddalayapti ham. Chiqar. Og'zaki ko'rsatma hakam tomonidan. Albatta mana shunday bosim charchatib yuboradi-yu, o ikkilik zarbasini aniq o'tkazdi Abdug'ani. Bitta zarba yo'llayapti, uzun. Xuddiki qulochga ishlab zarba bergandek bo'lyapti va bunga osonlik bilan javob qaytarmoqda o'z vaqtida Yorqinjonov ham. Va bu borada Yorqinjonovning zarbalari nisbatan aniqroq. Mana bu yerda ham ikkilik zarbasi. Yaxshi. Har ikkisi ham aniq kuchli Yorqinjonovdan. Bir daqiqayu 12 soniya qolmoqda. Referi har ikkisiga ham tushuntirib o'tdi. Abdurahmon qorniga. Orqa primoy. Yaxshi Yorqinjonovning zarbasi juda ham gavda bilan bosimdan chiqib ketishga erishdi va klinchni yuzaga keltirdi. Bu barchasi to'g'ri qaror. Yaxshi kutib oldi. Qanday o'ng qo'l zarbasini chap qo'ldan ham yo'llamoqda. Ammo anchagina kuchi yo'qotdi Yorqinjonov ham, chunki bosim ostida jang qilish, bu kabi raqibga qarshi harakat qilish albatta toliqtirib yuboradi. Zarba yo'lladi, o'zi ham o'tkazdi. Bahorjon maktabi Qodirbek Nishonov. Bu uchrashuvda hakamlarning yakun qarori bilan g'alaba va ko'k burchak jang yakuniga yetmoqda. Shu tariqa Mudofaa vazirligi vakili Amirjon ikki yo'nalishga Supolov xil uslubga ega bo'lgan sportchilar o'rtasidagi bellashuvni kuzatdik. Qiziqarli jang. Albatta endi rasman g'olibning qo'li baland. Hakamlari referi O'razov, yon tarafda hakamlar Yakubova, Qurbanov, Arzikulov, Yo'ldashev, Abdualimov. Uchrashuvda hakamlar qarori bilan qizil burchak g'alaba. Demak, bir ovozdan Abdug'ani Yorqinjonov 4-1 hisobida g'alabaga erishgan holda chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritmoqda. Aytish kerakki, o'tgan 2025-yili o'smirlar ham yoshlar ham ko'plab musobaqalarda ishtirok etdi va ularning aksariyatida mamlakatimiz sportchilari yuqori natijalarga ega bo'ldi. Jumladan Osiyo o'yinlarida Bahraynda 5 ta oltin, 3 ta kumush, 4 ta bronza yoshlar terma jamoasi qo'lga kiritdi. Shuningdek, Qirg'izistondagi musobaqada
O'smirlarimiz 7 ta oltin medalga ega bo'ldi. Umumjamoa hisobida 1-o'rin. Tayvanddagi xalqaro turnirda ham 5 ta oltin, 4 ta kumush, 7 ta bronza, umumjamoa hisobida 1-o'rin qo'lga kiritildi. Bir so'z bilan aytganda barcha musobaqalarda yoshlarimiz, o'smirlarimiz xuddi kattalari kabi umumjamoa hisobida faxrli 1-o'rinlarga ega bo'lishdi. Bu kabi muvaffaqiyatlar albatta o'z-o'zidan emas, yaratilgan sharoitlar mana shunday mamlakat chempionatlaridagi sog'lom raqobat samarasi hisoblanadi. Demakki, siz bilan birgalikda qadrli muxlislar, navbatdagi juftlik janglarni kuzatamiz. Yana nimchorak final 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi. Bu safar Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazining yana bir tarbiyalanuvchisi Timur G'ulomjonov Surxondaryo viloyati surxondaryolik Husan Boriyevga qarshi jang olib boradi. Qizil burchakdan o'rin olgan Timur 5-raqamda saralangan mamlakat chempionatining sovrindori. Firuza Sulaymonova. Shuningdek, surxondaryolik sportchi ham viloyat chempioni hisoblanadi. Hozirga qadar qator turnirlarda, ichki musobaqalarda ishtirok etgan. Referi Ahmadaliyev Kozimjon, andijonlik mutaxassis jangni boshqarib boradi. Bu jangni nazorat qilayotgan mutaxassis Qo'qonlik xalqaro toifadagi hakam Abbos Bekmurodov hisoblanadi. Demak, birinchi raundga ruxsat berdi referi. Aytish kerakki, Surxondaryo viloyati Husan Boriyev mamlakat chempionatida 2 karra sovrindor bo'lgan. Xuddi shuningdek, Timurda ham mana shunday mamlakat chempionatida muvaffaqiyat bor, xalqaro musobaqada ham ishtirok etgan ekan. Hozircha ehtiyotkorlik bilan jangni boshlashdi sportchilar. Biroz bo'ydorroq Timur raqibiga qaraganda zarba etib borgan. Yo'q, Husan tomonidan yo'llangan zarba hujumni boshladi. Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi vakili. Masofani ushlashga harakat qilmoqda G'ulomjonov va u jangni yana yuqori tempga ko'tarishga harakat qildi va bosimni kuchaytirmoqda va bir necha zarbalar va o'z navbatida Surxondaryo viloyati vakili ham aniq zarbalarni qarshi hujumda yo'llashga erishdi. Yaqin masofa uning uchun qulay. Ortga chekinish asnosida muvaffaqiyat qozongan. Albatta zo'r zarba chap qo'ldan Husan Boriyev tomonidan. Aytib o'tganimiz, ana shunday musobaqalarda ishtirok etganlar baribir bilinib qoladi bu yerda. Tajriba bu yerda. Ikkilik zarbasini o'tkazdi Timur. Surxondaryoda ham yaxshigina bokschilar ko'zga tashlanmoqda. Aynan Bahodir Jalolovning yuqori natijalarga erishishi aynan ana shu voqada ham ushbu sport turining rivojlanishiga hissa qo'shdi. Ilgari asosan
Vodiy, Toshkent shahri, Toshkent viloyati vakillari Buxoro yuqori natijalarga ega bo'lgan bo'lsa, endi mana surxondaryoliklar ham e'tiborli g'alabalarga erishyapti va buni Bo'riyev ham amalda ko'rsatishga urinmoqda bu yerda. Timurning hujumi va fikrimizni davom ettirib aytamiz. Bundan biroz avval yakuniga yetgan kattalar o'rtasidagi mamlakat chempionatida ham surxondaryoliklar ancha quvonarli natijalarga erishdi. Va Respublika Olimpiya Paralimpiya sport turlari e'tiborlash markazi esa alohida jamoa sifatida qatnashdi va ular ham kattalar o'rtasidagi musobaqalarda yuqori natijalarni qo'lga kiritdi. Ko'plab medallarni qo'lga kiritdi. Bu yerda qanday zarba Husan tomonidan chap bo'ldi. Raqib oldinga kelayotgan paytda qarshi zarba bilan tutib olish qoyil. Kutyapti, yaxshi chalg'itdi. Chap qo'lni ko'rsatib, o'ng qo'lda tutib oldi. Husan Bo'riyev yetib borgani yo'q. Bu safargi zarba chap berdi Timur. Timurning o'zi hujumga kirdi, biroq klinch birinchi raundning o'zidayoq ajoyib harakatlarni, zarbalarni ko'rayapmiz. Bu yoshlardan chap berdi Husan Bo'riyev. Yaqin, albatta qisqa masofa uning uchun juda ham qulay. Bu yerda hakamlar bilmam turlicha bo'lsa kerak degan edim. Yo'q, Timur G'ulomjonov nisbatan yaxshiroq degan fikrda hakamlar. Beshala hakam ham unga g'alabani bergan. Eng muhimi hali bizni oldinda yana ikkita bu sportchilar o'rtasidagi qiziqarli raund kutyapti. Yaqqol bir tomon ustun emas, eng muhimi. Bu tayyorgarlikdan g'alabaga bo'lgan ishonchning samarasi. Murabbiylar ham shu yo'l qo'ygan xatolar, raqibning o'ziga xos taktikasiga qarshi taktikalarni ko'rsatib o'tishdi shogirdlariga. Endi ana shuni ijro etish qoldi. Xolos, ko'ramiz. Ikkinchi raund. Oldinga intilmoqda, qadam-qadam, biroq yetib borgan yo'q. Zarbasi xato ketdi Husanning. Kelasi ham zarbaga intildi, chap berishga erishdi bu safar. Husan ham. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'l yetib bormadi, lekin chap qo'l bilan kutib oldi va bosimni kuchaytirmoqda Timur. Qisqa masofaga kirmoqda Timur, o'zi hujumga o'tdi, gavdaga zarba, o'ng qo'lni o'tkazdi. Himoyaga o'tib olmoqda Husan Bo'riyev. Yaxshi vaziyat keskinlanayotgan paytda klinch kerak. Buni vujudga keltirdi Surxondaryo viloyati vakili. Gavdaga zarba Husan Bo'riyev tomonidan. Timurning hujumi. Timur kutyapti. O'zi hujumga kirdi. Kazimjon Ahmadaliyev Ozakka ogohlantirish berdi. Aynan klinchga ko'p kirayotganligi bois Husan Bo'riyevga. Qanday hujuma, qanday zarba. Yana bir gavdaga zarba Timur G'ulomjonov tomonidan. Timur uchun albatta masofani ushlash qulay. O'zi keladi raqib, chunki birinchi raundda ustunlik qildi. Bu yerda chap qo'lni yaxshi o'tkazdi. G'ulomjonov Zaka ogohlantirish rasmiyga aylanib ketmasa bo'ldi. Husan buni inobatga olish kerak. Klinchlar masalasida ikkinchi bor ogohlantirdi. Seriya himoyaga tegmoqda. Timur G'ulomjonovning zarbasi bu yerda havoda qoldi. Husanning qarshi hujumdagi urinishi o'tkazdi to'g'ridan. Zarbani Timur
bosimni o'zi kuchaytirmoqda. Birinchi raqamda harakat qilishni davom ettirmoqda Timur. Dastlabki raund esa menimcha aksincha edi. Qanday kutib olmoqda Husan Bo'riyev. To'g'ridan yo'llangan zarbasi ham muvaffaqiyatli chiqdi. Bo'riyevning albatta hujumga o'tayotgan paytda ba'zan Husan muvaffaqiyat qozonmoqda. Aniq zarbalari orqali va bu yerda Timur G'ulomjonovning g'alabasi e'tirof etilmoqda. Barcha hakamlar tomonidan, hatto ikkita hakam 8 ball ham bergan Husan Bo'riyevga. Üçüncü raund. Ceplar orqali masofada ushlashga harakat qilmoqda. Timur raqibini murabbiylar demak shunday ko'rsatma bergan. Ochiq jangga kirishma degan menimcha kerak emas degan, chunki 2 raund yutyapti. Bu yerda kurash usuli bu jang bilan parallel ravishda ikkinchi ringda ham sportchilar o'zaro kuch sinashyapti. Imkon bo'lsa ularning natijasini aytib ketishga harakat qilamiz. Imkon bo'lgan seriya Timur G'ulomjonov tomonidan qarshi zarba. Uning urinishi yetib borgani yo'q. Chiqishga tayyorgarlik ko'rib tursin. 3-juftlik Abbos Tabiyev, Jizzax Abduvaris Rahimjonov, Toshkent shahri. Mana endi Timur G'ulomjonov. Bu uchrashuvda hakamlarning qaroriga ko'ra g'alaba ko'k burchak. Nodirbek Nishonov g'olib chiqdi, Toshkent viloyati vakili. Demak, Nodirbek Nishonov Toshkent viloyati vakili g'alabaga erishmoqda. Ikkinchi ringda 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida. Seriya himoyaga tegmoqda. 3-juftlik hakamlari referi Bobur Akimov. Yaxshi bo'lsa, yon tarafda hakamlar Baratov, O'razov, Xidirov, Tursunov, No'monov. Biroz dastlabki raundlarga qaraganda temp pasaydi, chunki bu yerda Timur asosan ko'ryapsiz vazminlik bilan, xotirjamlik bilan jangni nazorat qilishga harakat qilyapti. Husan Bo'riyev esa u qadar hujumga kirayotgani yo'q, garchi imkoniyatni boy berayotgan bo'lsa-da. Hatto turish holatini ham o'zgartirmoqda Timur G'ulomjonov. Bu albatta g'alabaga ishonchdan dalolat. Bu raqslar ham bejizga emas albatta Timur tomonidan. Yaxshi kutib oldi gavdaga. Ikkilik zarbasi raqib otildi va munosib javobni berdi Timur G'ulomjonov va 3-raund ham mana shunday tarzda yakuniga yetmoqda.
Ushbu jangda hakamlarning yakdil qarori bilan qizil burchak Temur Demak, Respublika Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi tarbiyalanuvchisi Temur G'ulomjonovning qo'li baland ko'tarildi. ringga 5-0. juftlik bokschilarni taklif qilamiz. Bu juftlik hakamlari referi Hayitqulov, yon hakamlar Rahimquliyeva, Urdushev, Qurbonov, Bayanov, Bekmurodov. Yaxshi boshqaruvchi kim edi? Surxondaryo. Kim edi? Jaloliddin Hayitqulov. Qadrli muxlislar, demak 50 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida navbatdagi saralash jangini kuzatamiz. Referi Hayitqulov surxondaryolik mutaxassis o'z o'rnidan joy oldi. Jaloliddin Hayitqulov va siz bilan birgalikda Toshkent viloyati va Namangan viloyati vakillari o'rtasidagi jangni kuzatamiz. Har ikki viloyat vakillaridan ham kuchli sportchilar, viloyat terma jamoasining yetakchilari kelgan. Barcha qatnashchilar kabi Toshkent viloyatidan ikkita tarkib qo'yilgan 20 nafar sportchi. Ringiga bokschilarni taklif qilamiz. 3-juftlik bokschilarni. Namangan viloyati vakillari ham har galgidek umumjamoa hisobida Ahmadjonov kuchlilar safidan o'rin olishga harakat qildi. Ringiga taklif etiladi. O'tgan yil ham Toshkent viloyati vakillari ana shunday kuchli uchlikdan o'rin olgan edi yoshlar o'rtasidagi musobaqada. Demak, Toshkent viloyati vakili Odilshoh Halimov qizil burchakdan o'rin oladi. Uning raqibi Rafiqjon Ahmadjonov, Namangan viloyati vakili ham ko'k burchakka chiqib kelmoqda. Aytish kerakki, mana shu Olimpiya shaharchasida o'tayotgan ushbu musobaqa o'zining sharoitlari bilan, mana shu har jihatdan qulayligi bilan sportchilarga, murabbiylarga, tomoshabinlarga juda ham manzur bo'layapti. Bu ana shu musobaqaning yanada yuqori saviyada o'tishiga xizmat qilyapti. Mutaxassislar aynan mana shu kabi arenalarda jahon chempionatlari, olimpiya o'yinlari o'tishini ta'kidlagan holda bu ham ana shunday katta bosimlarga ko'nikish uchun juda muhim ahamiyat kasb etyapti deyishmoqda. Demak, ko'rsatmalar berib o'tilmoqda. Surxondaryolik mutaxassis tomonidan barchasi tayyor. Birinchi raundni kuzatamiz. Ahmadjonov boshladi jepda. Ring markazida Halimov. Ancha xotirjam. Respublika Toshkent viloyati vakili. Jeplar asosan ishga tushmoqda. Hozircha yana Ahmadjonovdan yaxshi kutib oldi. Zarba bilan Halimov. Biroz bo'ydorroq Toshkent viloyati vakili. Gavdaga qanday zarbani yo'llamoqda Halimov. Aytish kerakki, 3-raqamda saralangan. Demak, mamlakat chempionatlarida g'oliblar safidan o'rin olgan, Qozog'istondagi xalqaro musobaqada ham ishtirok etgan Odilshoh Halimov g'alabaga erishgan va bu
uning harakatlarida ham ko'zga tashlana boshladi. Oldinga intilgan paytda zarba bilan to'xtatmoqda Halimov raqibini. Navbatdagi hujumga tayyorgarlik ko'ryapti Odilshoh. Mana shu rejaning samarasi imkon berdi, chunki Ahmadjonov ana shu tayyorgarligini ko'rib turib buzib tashlamadi. Yana ring burchagiga olib kirmoqda, chalg'itdi, chap qo'lni ko'rsatib o'ng qo'lda zarbani yo'lladi Halimov. Gavda bilan ham yaxshi ishlayapti hozircha Halimov. Yana ana shu holat ring burchagiga olib borgani holda seriyani ijro etmoqchi. Seriya samarali Halimov tomonidan. Yaxshi, bu yerda Ahmadjonovning ham zarbasini ko'rdik, biroq samaraliroq bo'ldi Toshkent viloyati vakilining zarbalari. Oyoqda yaxshi ishlayapti. Biroq ana shu harakatlarga hujumni ham uzviligini qo'sha olsa, Rafiqjonov yaxshi bo'lar edi. Yakkalik zarbasi uning tomonidan. O'zi hujumga kirish kerak. Aks holda reja bilan hujum tashkil qilyapti Halimov va ustunlikka ega bo'lmoqda. Birinchi raund yakuniga yetib bormoqda. Yana bir hujum uyushtirish istagida Halimov va hujumni buzdi Ahmadjonov mana shu harakatlari bilan. Albatta birinchi raundda Toshkent viloyati vakili ustunlik qildi. Va buni barcha hakamlar ham 19 hisobidagi ballari bilan e'tirof etyapti. Demak, ikkinchi raund boshlandi. Ancha yuqori tempda boshlamoqda Namangan viloyati vakili, chunki ochkolardan xabari bor va bu yerda yaxshi zarba bilan ortga chekintirishga majbur qildi Toshkent viloyati vakili. Ring markazida mana ko'ryapsiz, odatda bu ikkinchi raqamda ring qanotlari yonida harakat qilgan edi Namangan viloyati vakili. Hozir esa biroz yo'nalishni o'zgartirishga urindi-yu. O'zi ham hujumga tez-tez kirishga urinmoqda, harakat qilyapti Namangan viloyati vakili ham. Yaxshi, ikkilik zarbasi. Yetib borgani yo'q bu safar Ahmadjonovning zarbalari. Yana shu ring burchagiga qisib kelmoqda. Chap qo'lni o'tkazdi Halimov. Ancha kuchli zarba. Yana bir hujumga tayyorgarlik. Buni albatta yaxshi o'zi hujumga kirib Rafiqjonovning rejasini buzishga erishdi. Yomon emas. Namangan viloyati vakili ham birinchi raundga qaraganda hozircha yaxshi ta'sirot qoldira boshladi. Tan olaylik, raqib kuchliroq, nisbatan bo'ydorroq va uning o'zidagi ustunlikdan ana shu antropometrik ko'rsatkichidan yaxshi foydalanishga erishyapti. Qolaversa, raqibiga qaraganda ancha-muncha musobaqalar ko'rgan, bu yerda o'tkazdi aniq zarbani. Halimov hisob ochilyapti. Chalg'ituvchi harakatlar yaxshi bu safar yetib bordi.
Yaqin masofaga kirganda albatta Namangan viloyati vakili samaraliroq harakat qilmoqda. Faqatgina bunga imkon qadar Odilshoh yo'l qo'ymaslikka urinyapti, uddalayapti ham. Bu yerda ham ko'rdingiz, jeb bilan raqibni ortga tisarilishga majbur qildi. Tanaga zarba so'ng boshqa zarbalarni davom ettirishga urindi Halimov. So'nggi soniyalar. Va ikkinchi raund poyoniga yetmoqda. Nisbatan o'zgarish bor Rafiqjon Ahmadjonovda. Birinchi raundga qaraganda to'g'ri imkoniyatni boy berdi, chunki bu yerda ogohlantirish, knockdown holati ham bor. Ammo umumiy kartinada aytish mumkinki, birinchi raundga qaraganda ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Namangan viloyatida. Demak, so'nggi raund bu yerda Namangan viloyati vakili biroz qattiqroq hujumlarni uyushtirishga kerak bo'ladi. Chunki 2 raund bo'yicha imkoniyatni boy berdi. Endi raqibning mahoratiga qaramasdan agar g'alaba qozonish istagi bo'lsa, tavakkalga borish kerak. Zarba berdi, o'zi ham zarbani o'tkazib yubordi. Rafiqjon Ahmadjonov. Gavdaga zarba, so'nggi o'ng qo'l bilan boshqa zarbani o'tkazdi. Namangan viloyati vakili bu safar havoda qolmoqda. Uning urinishi aksincha o'zi to'xtab qoldi. Ishga tayyorgarlik ko'rtusi 5. Zarbani bermoqda. Sattorov Sport akademiya Norqosimov Jizzax. Bu uchrashuvda hakamlarning qaroriga ko'ra g'alaba ko'k burchak. Abduvoris Rahimjonov g'olib chiqdi. Demak, Toshkent shahar vakili Abduvoris Rahimjonov. 4-juftlik hakamlari referi Mo'minov. Bizda esa jangda yon tarafda hakamlar Yaqubova, Muborakimov, Yo'ldashev, Halimov javob bermoqda. Qurbanov. Qarshi zarbaga qarshi hujumda tutishga muvaffaq bo'ldi. Halimov ikkinchi bor hisobning ochilishi. Gavdaga chap qo'l bilan qanday zarbani yo'llamoqda Halimov. Bir daqiqadan kamroq vaqt qolmoqda. 3-raundning yakuniga yetishiga ayni tanaga zarba bermoqda Halimov. Toshkent viloyati vakili yana bir bor raqibini knockdownga tushirmoqda. Va jangni to'xtatishga qaror qildi va ayni mana shu daqiqalarda o'zi raund ham poyoniga yetgan edi.
ushbu jangda yapon ustunligi bilan qizil burchak Halimov g'alaba qozondi. Demak, Toshkent viloyati vakili Odil Shoh Halimov g'alabaga erishgani holda chorak finalga yo'l olmoqda. Yo'ldashib, yon hakamlar To'laganov, Farmonov, Ergashev, Karimov, Abdullayev. Ringga 4-juftlik bokschilarni taklif etamiz. Andijon viloyati vakili Ahadbek Urayimov hamda Toshkent shahri vakili Abbos Usmonov. Qadrli muxlislar, 50 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida yana bir nimchorak final jangi. Bu safar Andijon va Toshkent shahri vakillari chorak final yo'llanmasiga ega bo'lish uchun o'zaro bahs olib borishadi. Referi Bovurjon Jo'ldoshev o'z o'rnidan joy oldi. Toshkent viloyatilik mutaxassis Ahadbek Urayimov andijonlik sportchi qizil burchakda, ko'k burchakda esa Abbos Usmonov Toshkent shahri vakili. Aytish kerakki, Ahadbek Urayimov 7-raqamda saralangan, raqibi esa 10-raqamda ushbu musobaqada tasniflangan. Albatta, raqamlangan sportchilar aytish kerak, mamlakat chempionatlaridagi natijalari va bir qator musobaqalardagi erishgan muvaffaqiyatlari evaziga tasniflanadi va Urayimov demak hozircha nisbatan ustunroq. Referi barchasini uqtirib o'tdi, qisqa lo'nda va hamma yon hakamlar tayyor. Birinchi raund boshlandi. Usmonovning urinishi samarali chiqdi. Va ikkilik zarbasi Urayimovdan o'tdi. Chalg'ituvchi harakat Urayimovdan. Ko'ryapmiz, bu yerda Usmonov chapaqay, raqib Andijon viloyati vakili esa o'ng qo'lda asosiy zarbani yo'llaydi. Seriya Usmonov tomonidan yaxshi kirib bordi-yu, Urayimov o'zi ham zarbani o'tkazib yubordi. Qanday zarbani o'tkazmoqda Usmonov? Hujumga kirgan paytda biroz xatoga yo'l qo'ymoqda Andijon viloyati vakili hozircha. Bir-biriga ancha darajasi yaqin bo'lgan sportchilar ekan, qolaversa bir-biriga o'xshash uslubda jangni davom ettirmoqda. Har ikkisi ham ehtiyotkorlikni unutmagan holda taktikalar asosida hujumga kirdi, o'zi qolib ketdi, natijada yana zarbani o'tkazib yubordi Urayimov. Seriya uning tomonidan. Usmonov kutayapti. Himoyadan hujumga muvaffaqiyatli o'tyapti Usmonov. Urayimovning zarbasi. Ahadbek ko'proq Ahadbek o'zi hujumni boshlayapti. Qarang, ehtiyotkorlik asosiy planda turibdi. Zarba asosiy o'tkazdi va javob ham bo'ldi Ahadbekdan tomonidan. Va bu yerda asosiy yaxshi zarbani o'tkazib yubordi Usmonov. Seriya Andijon viloyati vakili tomonidan
zarba berdi, o'z vaqtida chiqib ketdi. Ha? Avval biroz mana shu jarayonda xatoga yo'l qo'ygan edi. Yana buning tomonidan hujum. Yaxshi, Usmonov o'tkazdi. Juda ham qiziqarli, juda ham texnikasi yuqori bo'lgan sportchilar o'rtasidagi jang va natija ham shunga yarasha. Bu yerda mana 3 ta hakam Ahadbek Urayimovga g'alaba bergan bo'lsa, 2 nafari Abbos Usmonovga ustunlikni beryapti. Va bu yerda ko'ryapmiz, Toshkent shahri vakilining burchagida, ring ichida Elnur Abdurayevni ko'ryapsiz, ha? Terma jamoasi tarkibida. Yuqori natijalarga ega bo'ldi. Olimpiya o'yinlarida ishtirok etdi, Osiyo chempioni, shuningdek professional boksda ham ketma-ket g'alabalarni qo'lga kiritgan bokschilar sulolasi yorqin vakili mana endi ota izidan borib murabbiylikni olib bormoqda. Va uning harakatlarini ko'rganimiz, ana shunday harakatlarni ko'rganimiz bejiz emas ekan Usmonovda. Elnur ham mana shu vaznda, yengil vaznda yaxshi natijalarga ega bo'lgan edi. Sekinasa qadam-qadam oldinga intilmoqda. Bu yerda to'xtatishga harakat qildi Urayimov. Hujum Usmonovdan bosim va bosimdan chiqib ketmoqda Urayimov. Andijon viloyati vakili hujumga kutilmaganda kirib bordi, tez kirib bordi. Yana demak murabbiylar mana shunday ko'rsatma bergan, o'zing boshlaysan degan va uni amalga oshirmoqda. U Usmonovning hujumi yaxshi kutib oldi. Andijon viloyati vakili. Chap berdi. Bu yerda yaxshi chap berdi. Urayimov juda qattiq zarbaga. Chap qo'lda kuchli zarbasi bor Usmonovning. Chalg'ituvchi harakatlar Urayimov tomonidan. Yetib borgan yo'q, biroq o'zi zarbaga duch keldi. Yana kutyapti Usmonov. Ko'proq Andijon viloyati vakili hujumga kirib boryapti. Bu yerda seriyani ijro etdi. Har ikkisi ham qiyin bo'lyapti. Yaxshi chekindi hozir Usmonov. Juda ham bir-biriga mos bo'lgan bokschilar ekan. Xuddi finaldagi kabi jang qilyapti Qoyil. Yaxshi ikkilik zarbasi Andijon viloyati vakili tomonidan. Urayimov o'zi boshladi va samaraga erishdi. Har ikkisi ham oyoqda ishlash texnikasi ham, zarbalarning xilma-xilligida ham bir yaxshigina bir kamolotni ko'ryapman. Mana shunday sportchilarning mana shunday nimchorak finalda uchrashib qolishi albatta bu yerda Urayimov o'tkazdi. Asli finalda to'qnash kelsa yaxshi bo'lar edi, agarki g'alabaga erishib borsa. Yaxshi ikkilik zarbasi Urayimov o'tkazdi. Abbosni murabbiylar oldinga hujumga o'tish kerakligini uqtiryapti. Qarshi hujumda yomon emas. Chunki sekin-asta tashabbus Andijon viloyati vakili tomoniga o'tib ketmoqda. Yaqinona zarba chap berdi Usmonov. Va bu yerda zarbalar almashinuvi. Urayimovga ma'qul ana shu o'tkazgan bu raunddagi harakatlari mana shu raqs bejizga emas edi. Va barcha hakam bu safar Ahadbek Urayimovga g'alabani beryapti. Demak, so'nggi raundda yanada shiddatli jangni ko'ramiz.
Ha, hozircha Andijon viloyati vakili Ahadbek Urayimov ustunlik qilmoqda. Dastlab 2-2 edi, ikkinchi raundda esa Beshara hakam ham unga g'alabani berishdi. Mana endi Abbos Usmonovda bor, imkoniyat bor. Va hozircha yaxshi boshladi so'nggi raundni. Murabbiylar o'zi hujumga kirish kerakligini uqtiryapti. Yaxshi o'tkazdi hozir ham. Chap qo'l zarbasini seriya zarbalar almashinuvi. Kutyapti endi Andijon viloyati vakili. Zarbani o'tkazdi u. Endi mana o'zini imkon qadar kuchini tejagani holda jangni davom ettirmoqchi Andijon viloyati vakili. Chunki katta ustunlik bor hozircha unda. 2 raund yakunlariga ko'ra. Oldinga borish kerakligini uqtiryapti. Elnur Abdurayimov bu yerda ikkilik zarbasini o'tkazdi. Abbos Usmonov. Ikkinchi raqamda ham Ahadbek yaxshi ishlar ekan. Dastlabki 2 ta raundda o'zi odatda hujumga kirishgan edi. Hozir esa raqibni imkon qadar kutib olishga harakat qilmoqda u, gavda bilan ishlagan holda. Yaxshi Abbos zarba bilan to'xtatmoqda Urayimov. Urinish u qadar ko'ngildagidek emas. Cho'zib yubordi. Abbos bu safar hujumga tayyorgarligi ketyapti. Bunga albatta Ahadbek ham tayyor uning hujumga kirishiga. Mana bu yerda zarbalar almashinuv. U ham urdi, albatta Abbosning zarbasi, chap qo'l zarbasi yaxshiroq chiqdi menimcha. 25 soniya qolmoqda so'nggi raundning yakunlanishiga. Yana Urayimning hujumi. Mana endi jang so'ngida albatta hujumga biroz ko'tarmoqda. Qanday ushbu Abbos Usmonov raqibini. Toshkent viloyati Sabirov. Toshkent viloyati. Va jang yakuniga yetdi. Sportchilar bir-birlariga tashakkur bildirishdi va endi rasman g'olib e'lon qilinadi. Ushbu uchrashuvda hakamlarning yakdil qarori bilan g'alaba ko'k burchak. Demak, Norqosimov g'olib chiqdi Jizzax viloyati. ringdagi sportchining g'olibi e'lon qilindi. Bizda esa g'olib Ahadbek Urayimov Andijon viloyati vakili Andijon viloyati g'alabaga erishmoqda va u chorak finalda 5-juftlik faoliyatini davom ettiradi. Omad tilaymiz Abbos Usmonovga yaxshi referi Kengjuh Abdualimov, yon tarafda hakamlar Bobur Akimov, Urazov, Baratov, Tursunov, Rahimquliyeva. Asadbek Fayzullayev 5-juftlik hakamlari referi Bekmuradov, yon hakamlari Javdashev, Qodirov, Hayitqulov, Payanov, Ahmadaliyev. Hurmatli muxlislar, reportajimiz davom etadi. Siz bilan birgalikda yana Rahimquliyeva. navbatdagi jangni kuzatamiz. Bu safar 55 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar o'zaro kuch sinashadi.
Sport akademiyasi jamoasi vakili Elyor Rustamov, Mudofaa vazirligi jamoasi vakili Asadbek Fayzullayev bilan o'zaro kuch sinashadi. Referi Sirdaryolik mutaxassis Elyor Bekmurodov va sportchilarni nazoratdan o'tkazmoqda. Elyor Rustamov, sport akademiyasi vakili qizil libosda, Mudofaa vazirligi vakili Asadbek Fayzullayev esa ko'k libosda jangni boshladi. Rustamovning zarbasi biroq yaxshi kutib oldi Fayzullayev. Yana bir urinish Fayzullayevdan, o'z navbatida javob. Yomon emas, yetkazyapti. Bo'yi ustunroq, uzunroq Rustamovning. Ustunlik bor unda bo'y borasida. Yaxshi, ha? Elyor hozircha nisbatan faolroqdek taassurot uyg'otyapti. Asosan ikkilik zarbalari bilan to'g'ridan krosslar orqali hujumlarni tashkil etmoqda Elyor Rustamov. Kirib bordi Fayzullayev zarba bilan, ammo yetib borgani yo'q. Albatta bu yerda Asadbek biroz tempni oshirish kerak. Taktika bilan jang qiladigan bo'lsa imkoniyatni boy berish mumkin, chunki ko'ryapsiz, Elyor Rustamov masofada raqibni ushlashga harakat qilyapti. Fayzullayevdan zarba. Gavdaga bu safar Mudofaa vazirligi vakili o'tkazmoqda Rustamov. Jeb, yana bir urinish samarali. Chunki Fayzullayevning zarbasi havoda qolyapti. Bunday raqiblarga qarshi odatda gavda bilan ishlash kerak bo'ladi. Hozircha Asadbek o'tkazdi mana bu yerda. Raqib zarba bergandan so'ng o'zi qolib ketdi. Natijada bundan Fayzullayev yaxshi foydalandi. Ancha tartibli jang olib bormoqda Elyor. O'zi nazorat qilyapti jangni. Yana bir urinish samarali va yakuniga yetmoqda birinchi raund. Elyor Rustamovning g'alabasi beshala hakam tomonidan e'tirof etilyapti. Elyor Rustamovning burchagida mana Nodir G'ulomovni ko'ryapmiz. Yosh tajribali mutaxassislardan biri. Ikkinchi raundga taklif etiladi sportchilar.
jeplar bilan yaxshi nazorat qilyapti. Endi Rustam raqibini oldinga intildi. Fayzullayev ikkilik zarbasi o'tkazdi. Yana bir urinish yetib borgani yo'q bu safar. Sanaga zarba. Eliyor tomonidan. Shu birinchi raunddagi taktik ko'rsatmalarga to'la amal qilgani holda jangni davom ettirishyapti. Bokschilar yaxshi ikkilik zarbasi Fayzullayev tomonidan. Bu safar ham samarali urinishni amalga oshirdi Mudofaa vazirligi vakili. Yana bir harakat samarali bo'lmoqda. Yaxshi kutib oldi hozir ham. Fayzullayev raqibi oldinga intilgan paytda chalg'itayapti. Chalg'ituvchi harakatlar Fayzullayevdan va bu safar to'xtab qoldi. Musamov yaxshi kutib olmoqda. Rustam raqibining hujumini e'tiborlisi sportchilar toza jang olib boryapti. Deyarli bu yerda o'tkazdi Fayzullayev chap qo'l zarbasini javob bermoqda. Rustamov yoqmadi albatta ana shu qo'yib yuborilgan zarba Rustamovga biroz tempni o'zi ko'tardi. Mana o'zi hujumga kirib olmoqda. Eliyor tez-tez endilikda yakkalik zarbalari bilan jangni yaxshi davom ettiryapti. To'la to'kis nazorat qilmoqda Sport akademiyasi vakili. Katta ehtimol bilan buxorolik bo'lishi kerak Eliyor. Kecha ham mana shu klub tarkibida buxorolik bokschi jang olib borgan edi bu yerda. Fayzullayevning urinishi samarali bo'ldi. Nihoyat mana referi ham og'zaki ko'rsatma beryapti. Qanday kutib olmoqda Rustamov raqibini. E'tiborlisi mana shu Malik Xalakovning harakatlarini ko'plab buxorolik bokschilarda ham ko'ryapmiz. Albatta boshqa viloyatlar vakillarida ham ko'zga tashlanadi, lekin buxoroliklarda nisbatan ko'proq hozir mana Eliyorda ham qaysidir jihatlarni ko'zga tashlanmoqda. Va Eliyor Rustamovga bu safar ham beshala hakam g'alabani berishdi. Birinchi raundda ham aynan ana shu Sport akademiyasi klubi vakili ustunlik qilgan edi. Üçüncü raund qadrli muxlislar. Asadbek Fayzullayev mana endi bosim uyushtirishga harakat qildi. Tanaga yaxshi zarbani yo'lladi. Himoyaviy hujumni uyushtirish kerakligini uqtirdi murabbiylar unga. Yo'q, to'g'ridan yo'llangan zarba o'tdi unga. Rustamov imkon qadar palapartishlikdan xoli jang olib boryapti. Qanday to'xtatmoqda? Oldinga intilayotgan Fayzullayevni Eliyor. Yaxshi ikkilik zarbasi Fayzullayev tomonidan.
Elyor tayyor turibdi raqibning oldinga o'tishiga. Mana o'zi ham mana sekin-asta ortga chekintirib qo'ydi gavdagi zarba Elyor tomonidan. Elyorning yana bir e'tiborli tomonlaridan biri mana bu kabi tez-tez yakkalik zarbalarni yo'llayotgani, raqibning fikrlashga, taktik hujum tashkil qilish borasida bir rejasini tez-tez buzib tashlayotgani ham unga qo'l kelyapti. Bir daqiqa 10 soniya qolmoqda so'nggi raundning yakuniga yetishiga. Hozircha to'la ustunlik Elyor Rustamov tomonida. Hisob ochiladi albatta. To'g'ridan krossni o'tkazib yubordi Fayzullayev. Jangovar uslubda turgani holda jangni davom ettirmoqda Elyor Rustamov. Ba'zan chap qo'lda, ba'zan o'ng qo'lda to'g'ridan to'g'ri. Odatda jeplar orqali asosiy zarba yo'llanadi. Mana ko'ryapsiz, zarbalar u qadar kuchli emasdir, lekin aniq Elyor Rustamovda. E'tiborlisi u barcha raund, ikkita raund o'tgan bo'lsa-da, hamon birinchi raqamda harakat qilmoqda. Mana endi so'nggi soniyada sekin-asta ohista ring bo'ylab yurgani holda raundni yakunlamoqda Elyor Rustamov. Albatta Elyor Rustamovning qo'li bilan ko'tariladi. Voqealardan biroz ilgarilagan holda deydigan bo'lsak, chunki yaqqol ustunlik aynan Sport akademiyasi klubi vakili Elyor Rustamov tomonidan bo'ldi. Ushbu jangda hakamlarning yangdil qarori bilan qizil burchak Elyor Rustamov Demak, g'alaba qozondi. Elyor Rustamov qo'li baland ko'tarmoqda. Aytish kerak, u birinchi raqamda saralangan 55 kilogramda va mamlakat chempionatining g'oliblaridan biri. Biz esa mana shu nuqtada reportajimizni yakunlaymiz. Boks bo'yicha yoshlar o'rtasidagi O'zbekiston chempioni Sport telekanalida kuzating. Bu uchrashuvda hakamlarning qaroriga ko'ra g'alaba